Kecha qizim bilan avtobusga chiqsak, ro'paramizda ajoyib italyan er-xotin o'tirgandi. Ayol pediatr, erkak esa bolalar stomatologi ekan. Inglizcha, italyancha aralashtirib ozgina gaplashdik. O'zbekistondanman deganimda ular hayratlanib yaqinda Toshkentga borishmoqchiligini, hozir sayohat uchun juda ham mashg'ul ekanligimizni aytdi. O'sha paytda meni gap qopim ochildi-yu, chiroyli tog'li hududlarimiz, tarixiy joylarimiz va Yevropadan qolishmaydigan sifatdagi servis darajamiz borligini rosa gapirdim. Maqtayotganimda o'zim ham sog'inib ketdim. Angliyada ham yashab kelganimni bilasiz, o'sha yerda ona bo'lganman. U yerdagi hayot haqida ham tushuncham bor. Bir gap aytaymi? O'zingiz minnatdor inson bo'lmasangiz, hech qayerda yashash oson emas. Oyliklar baland deb havas qilishadi, lekin bu yerdagi narxlarga ham qarash kerak. Masalan, men bu yerda hatto shoshayotgan paytimda ham taksiga chiqmayman. Uydan doim keladigan avtobusimni vaqtiga qarab chiqaman. Uy ijara narxlari ham Toshkentdagidan 5-6 barobar qimmatroq. O'z umuman olganda, oilaviy muhitingiz chiroyli bo'lsa, o'zingizdan ko'nglingiz to'lsa bo'ldi, yashayotgan joyingiz yoqaveradi. Bu videoni sizga Instagram ko'rsatayotgan bo'lsa, demak xarakterimiz va qiziqishlarimizda o'xshashlik bor. Shuning uchun like bosib, bexijolat obuna bo'ling. Guruh 45-kun hammaga rahmat.